Dünya Türk Birligi yig'inida Uyg'urlarning qalb sadosi o'ttirg'a qo'yildi. 17 fevral Ankara Türk tarixi organi yig'in zalida Dünya Türkiy Millatlar Birligi maslahat yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Turkiyaning bir qancha ministri, millat vakillari hamda Türk dunyosidagi 10 necha tashkilot va birlashmalarning raislari qatnashdi. Yig'inda Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Turkiya radio televiziya idorasi Uyg'urcha xabar bo'limining muxbiri Ziyoli Mirkamiljon Qashqari so'zga chiqib, Uyg'urlarning qalb sadosini o'ttirg'a qo'yib, Sharq Turkistonda Uyg'urlar Xitoyning chekdan oshgan bostirishini beshidan kechiryotdi. Uyg'urlar beshidan o'tkazayotgan zulm va qiyinchiliklarga na islom dunyosidan, na turk dunyosidan inkos kelmadi. Biroq Uyg'urlarga o'xshash ig'ir zulmni beshidan o'tkazayotgan qozoq qarindoshlarga Qozog'iston ega bo'lib, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Xitoyga not topshirdi. Biz Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, O'zbek deb ayirmay kelyapmiz. Qozoqlarga Qozog'iston ega bo'ldi. Biroq Uyg'urlarga hech qanday bir davlat ega bo'lmadi. Sharq Turkiston xalqi Turkiyaning Uyg'urlarga ega bo'lib, Xitoyga nota topshirishini umid qilamiz va talab qilamiz deganlarni bildirib, Uyg'urlarning qalb sadosini izhor qildi. Resmi olarak Çin'e nota verdi. Oradaki Kazakların yaşadığı durumla ilgili. Ama biz bakıyoruz, yani Uygurlar notada Uygurlar dile getirilmedi. Orada yaşayan Kazaklar dile getirildi. Biz bunu bir ayrım yapmak istemiyoruz. Kazak bizim kardeşlerimizden, hepsi biz aynıyız, hepimiz aynıyız. Ama şu ana kadar Uygurlar için nota veren kimse olmadı. Ve bizim tek beklentimiz, bizim için de keşke Doğu Türkistan'da bütün genel olarak bir notu verilse, Türkiye Cumhuriyeti acaba bu notunu verebilir mi? Bu düşünceyi aslında bunu sadece bir ülke yapmamızı. Madem biz Türk Birliği diyoruz, İslam Birliği diyoruz, o zaman Türkiye kendisi en başta vermesi bile devletler ara ilişkileri ve kurumlar ara ilişkileri devreye sokarak Türk dünyasındaki ne kadar ülke varsa Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan bu ülkelerde birlikte nota vermeli, İslam dünyası da nota vermeli. Bunu sağlamak elbette derneklerimizin, bizim ellerimizden gelmiyor. O kadar bizde diplomatik güç yok. Bunu yapabilecek Çin'e uluslararası baskı şekillendirebilecek güç ancak devletlerde vardır. Bu da devletler ara ilişkilerle, diplomatik ilişkilerle, uluslararası insan hakları örgütlerini devreye sokmakla bu şekilde ortaya yansıyabilir, bu şekilde baskı oluşturulabilir. Bunun için yine de bunu biz inanıyoruz ki bunu öncülük edecek olan ülke Türkiye'dir. Biz bunu Türkiye'nin yapmasını talep ediyoruz ve ümit ediyoruz. İnşallah kısa dönemde bu da gerçekleşir diye düşünüyoruz. İstanbul'daki Amimiy Teşkilatlar Birligi'den bir hay'at Paytaxt Abdulhamid filmining senaristi Uğur Uzun O'q apandimni ziyorat qildi. 17 fevral Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston Ulamolar Birligining bosh kotibi doktor Abdulvaris Abdulxoliq, Sharq Turkiston Ulamolar Birligi bosh kotib vakili Abdulahad Uchat, ustoz Nizomiddin Tamkini, Istiqlol televiziyasidan Abdulloh Yalqun, Muhammad Qaraxonli qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at Turkiyada qo'yilayotgan ko'p qismli tarixiy televiziya teatri Paytaxt Abdulhamidning senaristi Uğur Uzun O'q apandimni ziyorat qildi. Ziyorat davomida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan zulmlarga dunyo sukut turayotgan bir paytda Uğur Uzun O'q apandimning tarixiy film Paytaxt Abdulhamidda Sharq Turkiston masalasiga o'rin berganligi va u yerda kunsiri eshiyotgan Xitoy zulmining tilga elinishi, garchi bu voqeliklar tarixda amaliy yuz bergan ish bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqi hozir yashayotgan ig'ir kunlarga udul kelishi Uyg'urlarni qattiq hayajonga solganligi bildirildi va butun Uyg'urlar nomidan Uğur Uzun O'q apandimga va filmda rol olayotgan barliq san'atkorlarga alohida rahmat aytildi. Ziyorat hurmatlik Uğur Uzun O'q apandimga Uyg'ur do'ppisi va Sharq Turkiston bayrog'i hadya qilish bilan oxirlashdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Amerika va Yevropa allarini birlikni kuchaytirib, Xitoyning qad ko'tarishiga qarshi turishga chaqirdi. 17 fevral Amerika Ovozi radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Sigmar Gabriel shanba kuni Germaniyaning Myunxenda ochilgan 54-qitimliq bexatarlik yig'inida so'z qilib,
Xitoyning xalqaro sahnlardagi ta'siri barg'ansiri zo'raymoqda. Amerika bilan Yevropa ellari birdek hamkorlashib mingishi kerak. Bo'lmasa Xitoyning orqasida qilishimiz mumkin. Hozirgi vaqt Amerika bilan Yevropa ellarining har biri o'zlarining manfaatini qo'g'lashadigan vaqt emas dedi. Yig'inda Germaniya bexatarlik ishleri ministri Ursula von der Leyen so'z qilib, Amerika prezidenti Trumpni Amerika va Yevropa ellarining birligini kuchaytirib, bexatarlik sohasida umumyuzlik hamkorlashishga va birlashishga yetaklashga chaqirdi. Rossiyaning sobiq amaldorlari Xitoyning O'rta Osiyoga kengaymichilik qilayotganligini bildirdi. 18 fevral Amerika ovozi radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Rossiyaning sobiq parlament a'zosi O'rta Sharq va Yaqin Sharq tadqiqot markazining raisi Sarova muxbirga Xitoy sirtqi qarata harbiy kengaymichilik qilayotdi. Xitoy Rossiyaning ittifoqdoshi emas. Xitoy faqat iqtisodiy jihatdan manfaat olish uchunla Rossiya bilan aloqa qilyotdi. Ilgari kishilar Xitoyni harbiy kengaymichilik qilmaydigandek iqtisodiy kengaymichilik qilayotganligini so'zlashadi. Xitoy hozir Pokiston va Afrika qit'asidagi bir qancha davlatlarda harbiy bazalarni qurib, harbiy kengaymichilik qilyotdi. Xitoyning harbiy kengaymichiligi ikkinchi bosqichga qadam qo'ydi. Hozir O'rta Osiyoga tahdid selib Tojikistonni tadrijiy yutmoqda. Bo'libmi Xitoyning hozirgi amaldorlari iqtisodiy kengaymichilik nishoniga yetib bo'lgandan keyin harbiy kengaymichilikni tiziltiyotidu. Xitoy bir balvoq bir yo'l planini dastak qilib, kengaymichilik sadosini to'xtamay yangratmoqda degan. Yevropadagi cho'ng shaharlarni musulmonlar qoplab ketdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Vengriya bosh ministri Viktor Orban Yevropada musulmonlarning nufusining barg'ancha eshiyotganligini aytib, ma'naviy qimmat o'lchamlarining o'zgarishi xristian madaniyatiga mansub kishilar sonining ozayishiga ergishib, cho'ng shaharlar kundan-kunga islomlashmoqda degan. Orban Budapeshtda o'tkazilgan yillik xulosa yig'inida so'z qilib, musofirlar krizisi va kun tartibidagi masalalar ustida to'xtalib, G'arbiy Yevropa davlatlaridagi ko'chmanlarning sonida ko'rinarli eshish ko'rilganligini, Germaniyaning Bavariya o'lkasida iqtisod, muhit asrash, sahiya qatorliq sohalarga sarf qilingan rasxod miqdorining musofirlarga sarf qilingan rasxodga qaraganda texmi oz ekanligini ilgari surgan Orban, ko'chmanlarning ko'p qismining musulmon dunyosidan kelganligini va vaziyat mushbati davomlashgan taqdirda Yevropadagi cho'ng shaharlarni musulmon qoplab ketadiganligini alohida eskartgan. Viktor Orban yana vaziyat mushbati davomlashsa, shaharlarimizning madaniyati, kimligimiz va millatimiz yo'qolib ketadi. Eng yomon tushimiz reallikqa aylandi. G'arb qal'asi yiqilyotdi, lekin Yevropa buni his qilolmayotdi degan. Sharq Turkiston tashkilotlari birligidan bir hay'at IHH insoniy yordam vaqfini ziyorat qildi. 19 fevral Sharq Turkiston tashkilotlari birligidan tashkillangan bir hay'at Sharq Turkiston masalasini jiddiy kun tartibga elib kelish plani hamda Sharq Turkiston davosida yangicha bir muhit barpo qilish doirasi ichida Turkiyadagi eng cho'ng ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan IHH insoniy yordam vaqfi raisi Bülent Yildirimni ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkistonning hozirgi echinishlik vaziyat ahvolini tunishtirish bilan birga Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan diniy milliy assimilyatsiya siyosati, Xitoyning islomga va musulmonlarga qilayotgan dushmanliklari umumlashtirilib tunishtirildi va qilishga tegishli xizmatlar muzokara qilindi. Hindistonda 8000 nüfuslik bir yezi aholisi butunlay musulmon bo'ldi. Hindistonning ma'lum bir yezisida 1600 oiladan 8000 kishi o'zining islom dinini qabul qilganligini e'lon qildi va yezi xalqidan bir vakil bayonot berib, imom bilan ko'rishganligini va butun yezi xalqining oila bo'yicha birlikda iymon aytib, islomga kiradiganligini bildirdi. Ijtimoiy uchurlarda tarqatilgan sin ko'rinishida yezi yoshlari uylariga esib olgan butlarning rasmlarini yirtib atgan, ayollarning bo'lsa butlarni pochaqlab tashlayotgan ko'rinishlari diqqat chekdi.